Va omad kodi. Buni bilish uchun tug'ilgan kun, oy, yilingizni yozasiz va o'rtaga yulduzcha rasmini chizasiz. Mana bu yerga 8 raqamini men tug'ilgan sanamni bir-biriga qo'shish orqali birlik raqamiga keltirganman. 1 ga 7 ni qo'shganman. 8 bu yerga yoziladi. 0 ga 4, ya'ni tug'ilgan oyingizni birlikka keltirasiz. 0 ga 4 ni qo'shamiz. 4 va bu 9 raqami yilni qo'shganman. 1 ga 9 10, 18, 27. 2 ga 27 ni ham birlikka keltiramiz. Ya'ni 2 ga 7 ni qo'shsak 9 bo'ladi. Endi esa mana bu raqam qayerdan keldi? 8 ga 4 ni 9 ni qo'shib, yaxlit bir raqamiga keltirib oldim. 3. Endi esa 8 ga 4 ni, 4 ga 9 ni, 9 ga 3 ni qo'shamiz va yaxlit bir xonali songa kelguncha qo'shib chiqamiz. 6 raqami. Demak, meni pul omad kodim 8 4 9 3 6. Buni qanday qilib aktivlashtirishni, qanday qilib bu pul va omad kodingizdan foydalanishni to'liq bilmoqchi bo'lsangiz, bizni Telegram kanalimizga a'zo bo'ling. Telegram kanalimizda zakrepit qilib to'liq informatsiya qoldirilgan. Nurlilarim, pul texnikasi ajoyib, bittaga bitta ishlaydigan. Siz ishonasizmi, yo'qmi? Albatta bajarib ko'ring. Ishonmaydigan insonlarda ham ishlab beradi albatta. Kichik maqsadingizdan boshlashingizni tavsiya beraman. Agar birinchi marotaba semaron qilayotgan bo'lsangiz, katta maqsadlar uy olish, mashina olish uchun ham bajarsangiz bo'ladi. Bu yerga sizga kerakli summani yozasiz. Xohlang so'm ko'rinishida, xohlang dollar, yevro, rubl ko'rinishida. Ahamiyatsiz. Ikkinchi, mana bu yerga niyatingiz, maqsadingizni yozasiz. Men $15,000 qabul qildim deb yozasiz. Keyingisiga natija plastik kartamga kelib tushdi yoki naqd pul ko'rinishida qo'limga kelib tushdi. Keyingisi his tuyg'u, o'sha pullar kelib tushganda siz o'zingizni qanday his qilasiz? O'sha his tuyg'ularingizni yozasiz. Xursandman, juda baxtliman va minnatdorman. Keyingi punkt minnatdorchilik. Buni har kuni ertalab va kechqurun 10 marotaba bir stakan tirik suvga o'qiysiz. Minnatdorman va juda ham baxtliman. Menga $15,000 plastik kartamga osonlik bilan kelib tushayotganligidan. Shu so'zni 10 marta o'qiysiz va stakandagi suvni ichasiz. Keyingisi yo'l, bu yerga 1 dan 10 gacha raqam qo'yasiz. Qaysi yo'llar bilan keladi o'sha pullar sizga? Misol sovg'a ko'rinishida, ishxonangizda mukofot puli ko'rinishida lotereyadan yutishingiz mumkin. Lotereyadan yutdim, mukofot puli sovg'a qildi va oxirgi punktiga va boshqa yo'llar bilan deb yozasiz. Bu amaliyotni har kuni 21 yoki 41 kun davomida uzluksiz bajarasiz yoki niyatingiz amalga oshguncha. Shuning uchun kichik maqsadingizdan boshlang. Agar siz birinchi marta semaron qilayotgan bo'lsangiz, bundan ham ko'p amaliyotlarimiz bizni Telegram kanalda. Bu texnika aynan bitta orzuyingizni amalga oshirishga yordam beradi. Ya'ni kichikroq maqsadni oling, birinchi marotaba foydalanayotganda. Katta krug chizasiz, ichidan kichik krug chizasiz. Kichik krugning ichida cheksizlik belgisini chizasiz va 4 qismga bo'lasiz. Birinchi qismga orzuyingiz, maqsadingizni yozasiz. Misol uchun qayergadir bormoqchisiz yoki nimadir kiyim olmoqchisiz. Bitta maqsadingizni yozasiz. Ikkinchisiga esa shu maqsadingiz uchun necha pul kerak bo'lsa, o'sha summani yozasiz. 3 va 4 bo'limlarga hozir diqqat qilasiz. Sizga nima yetishmayotgan bo'lsa, o'sha narsani yozasiz. Misol uchun xotirjamlik yetishmayotgan bo'lishi mumkin, sevgi, muhabbat yetishmayotgan bo'lishi mumkin. Tepaga bugungi sanani yozasiz, pastga esa shaxsiy imzoyingizni qo'yasiz. Ism, familiya, otchество, onangizni ismini yozasiz va bu qog'ozni 1 sutka, 24 soat ma'lum bir joyda saqlaysiz. Hech kim ko'zi tushmaydigan joyda. Ishonavering, bu amaliyotdan so'ng albatta sizni mana shu maqsadingiz uchun kerakli summa hayotingizga oson kirib kela boshlaydi. Bu metodni aynan bitta maqsad uchun bir marta qo'llanadi. Qayta qo'llash shart emas. Azizlarim, bundan ham ko'p amaliyotlar bizning Telegram kanalimizda mavjud. Telegram kanalimiz linki opisiyaniyada qoldirilgan. A'zo bo'lishni unutmang. Kundan kunga lahza sayin juda ham chiroyli tarzda o'zgarishni xohlasangiz, albatta eng zo'r affirmatsiyani beryapman sizga. Bu affirmatsiyani har kuni, har qadamda takrorlab yurishni odat qiling. Men minnatdorman. Men hayotimdan roziman. Menda hamma narsa bor, ya'ni mavjud. Ushbu affirmatsiya, ishonavering, sizni hayotingizni juda kuchli tarzda o'zgartirib yuboradi. O'zingizni, egongizni sindiradi va sizni egodan yuqoriga ko'taradi. Ya'ni siz o'zingizni, asliyatingizni topasiz. Bu affirmatsiya sizni hayotdan minnatdor bo'lib, hayotdan rozi bo'lib, hamma narsa mavjud bo'lgan o'lchamga ko'tarib beradi. Ishonavering, hayotdan norozi inson, noshukur inson, o'zini hayotidan norozi inson boshqalarning hayotidan ham norozi. O'zingizdan, o'zgalardan norozimisiz? Biling, borliqdan norozisiz. Borliqga minnatdorchilik energiyasini yuborsangiz, borliqdan ham sizga minnatdorchilik energiyasi qaytadi. O'zingizdan va o'zgalardan va butun borliqdan rozi bo'lib yashashni bugundan odat qiling. Ushbu affirmatsiyani men har qadamimda takrorlayman. Men minnatdorman, juda minnatdorman. Men hayotimdan juda roziman. Menda hamma narsa mavjud. Bundan ham ko'p amaliyotlar bizni Telegram kanalimizda mavjud. Telegram kanalimiz linki opisiyaniyada qoldirilgan. A'zo bo'lishni unutmang.